Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kirib kelayotgan 2026-yil bilan sizlarni muborakbod etish maqsadida ham tezkor chaqiruvning bayramona soni efirda. Siz ayni paytda UzReport telekanalidasiz va tezkor chaqiruvning yangi yil sonini tomosha qilyapsiz. Bizdan uzoqlashmang. Eksklyuziv xabarlar hali oldinda. Kuch vositalar yetarlimi? Diqqat, Taras Shevchenko 24. Hozir qayerga kelyapmiz? Shu haqida ma'lumot. Nozimjon, ayni vaqtda mana biz monitoring va muvofiqlashtirish markazida biz va shu yerdan respublikada bo'layotgan tadbirlardagi hududlar ayni o'sha vaqtda onlayn rejimida nazorat qilinyapti va shuncha kamerada kuzatib turishibdi. Bu Albatta. respublikadagi mavjud Barcha kameralar hududlar. integratsiya qilingan bu yerga? bu yerga integratsiya qilingan va asosiy monitoring va muvofiqlashtirish markazi bu yerda respublikaniki bo'lsa, har bir hududda, respublikamizning har bir hududida shunday idoralararo tezkor shtablari va ishchi guruhlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Va ayni vaqtda hozir tadbir davomida 20 ming nafarga yaqin xodimlar, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlari ayni vaqtda ular xizmat qilishyapti ko'chada. Bu yerda esa markazda monitoring, ya'ni vaziyatlarni nazorat qilish, muvofiqlashtirish va bu yerda nafaqat Ichki ishlar vazirligi xodimlari, balki Milliy gvardiya xodimlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mana xavfsiz shahar xodimlari va barchalardan hozir ularni vazifalarini o'rganishingiz mumkin va albatta keyin Boshqa jarayonlarni davom etsak bo'ladi. boshqa jarayonlarni uni ko'rasiz, tadbirlarda hududlarga chiqamiz. Yo'q, ruxsat bersangiz, o'zimiz har bitta o'sha xodimlar bilan, yo'nalish bo'yicha xodimlar bilan suhbatlashib, ulardan ma'lumot olsak. Demak, biz boshladik. Ichki ishlar vazirligining monitoring va muvofiqlashtirish markazida jarayonlar o'ta qizg'in davom etyapti. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, mana shu markaz haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Ushbu markaz Ichki ishlar vazirligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda tuzilgan. Tezkor vaziyat hamda respublikamiz bo'ylab 250 dan ortiq nishonlanayotgan yangi yil bayramlarini nazorat qilish, 250 dan ortiq o'sha hududlarda o'rnatilgan archalar va o'sha yerda bo'layotgan bayram jarayonlarini hammasi nazorat qilib boriladi, to'g'rimi? Shunday. Ko'ngilsizliklarni oldini olish maqsad. xuddi shunday. Undan tashqari o'sha respublikamizdagi barcha o'sha o'rnatilgan mavjud kameralar mana shu markazning o'ziga integratsiya qilinganmi? Yangi yil bayrami o'tkazilayotgan barcha obyektdagi kameralar ushbu tezkor shtabga integratsiya qilingan, vaziyat nazoratda. Yuzni tanib oluvchi funksiyaga ega kameralar. Respublika bo'ylab o'rnatilgan kameralarning hammasi shu yuzni tanib oluvchi, avtotransport vositalari raqamini aniqlovchi kameralar o'rnatilgan bo'lib, shu kuzatuvdagi transport vositalari, kuzatuvdagi shaxslar yoki shubhali ko'ringan shaxslar bo'ladigan bo'lsa, shularning hammasini video analitika bilan aniqlab, hududlarda bizga shtabga bu yerga integratsiya qilinib chiqarib berilgan. Keyin ayni mana shu yerni o'zida respublikaning har bir qarish yerini o'sha kamera orqali nazorat qilish imkoniga egamiz. Shunaqa. Fuqarolarni xavfsizligini ta'minlab, fuqarolarni avtotransport vositalarini fuqarolarning oldidan 150 metr uzoqlikda joylashtiramiz to'xtab turish joylariga. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining bu yerdagi vazifasi nimalardan iborat? Yangi yil arafasida mana archa atrofiga jalb qilingan yo'l patrul xizmati xodimlarini nazorat qilish, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha joylashgan yo'l patrul xizmati maskanlarini nazorat qilish, ularning xizmatini tashkil qilish hamda favqulodda holatlarda yo'l patrul xizmati xodimlariga ratsiya orqali aloqaga chiqib fuqarolarimizga yordam berishdan iborat. Mana bir necha soatdan so'ng yangi yil kirib keladi, lekin shunga qaramasdan shu yerda turibsizlar. Qasamyod qabul qilganmiz, yurtimizga, elimizga xizmat qilamiz deb. Shuning uchun qiyinchilik degan narsa formali odamga yarashmasa kerak menimcha. Lekin sog'inch bo'ladi, to'g'rimi? Uydagilar bilan baribir o'tirgisi keladi. Albatta inson sog'inadi, qumsiga borgisi keladi, lekin fuqarolarimizga xizmat qilish, davlatimizga xizmat qilish bizning birinchi vazifamiz hisoblanadi. Rahmat. Azizlar, shunga qaramasdan
butun boshli ichki ishlar vazirligi tizimidagi barcha shaxsiy tarkib bormi, qaysi yo'nalishda ishlayotgan xodimlar bormi, barchasi xalqini tinchligi uchun, xavfsizligi uchun bayramda mazza qilib o'ynab kulishi uchun mana shu yerda xizmatga shay bo'lib turishibdi. Bularning harakati esa tahsinga loyiq. Jarayonlarni kuzatib boring. Yangi yil o'sha bayramiga jalb qilingan barcha patrul-post xizmat xodimlarini shu yerdan turib nazorat qilib, shu yerdan turib topshiriqlar ham berib boriladi. Respublika jarayonida o'sha yerdan nazoratga olinib, archa atroflarida nazorat hududlarini olib boramiz. Hammani kirib kelayotgan yangi yillari bilan tabriklayman chin ko'ngildan. Azizlar, tahsinga loyiq aytayapman, tahsinga loyiq. Chunki hamma mazza qilib, o'ynab, kulib, dam olyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Respublikamizdagi o'rnatilgan mana monitor orqali ko'rishimiz mumkin. Barcha hamyurtlarimiz o'ynab, kulishyapti, lekin ichki ishlar xodimlari, barcha huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari xizmatga shay. Kuzating. Lochin 3 markazi 33 ga, Lochin 3. Bu yerda qo'riqlash xizmat xodimlari ham ish faoliyatlarini olib boryapti va ular bilan suhbatlashamiz. Besoqmadingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi yilda ham tini bilmaysizlar. Hozirgi paytda biz qo'riqlash departamenti xodimlari bilan birgalikda Yangi yil bayrami munosabati bilan barcha kuch vositalarimiz, tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz o'z faoliyatini olib bormoqda. Barchasini, ya'ni shaxsiy tarkibimiz bilan to'liq kuchlarimiz safarbar etganmiz. Bu biz uchun xalqimizning mol mulklarini xavfsiz qo'riqlashdan iborat. Hamma biz uni bor bir kuchimizni safarbar qilamiz. Nozimjon, mana guvohi bo'ldingiz, respublikamizning 250 dan ortiq hududlarida archa bayramlari mana hozir davom ettirilyapti. 31-dekabr bo'lishiga qaramay, odamlar, xalqimiz hali shoshilmayapti uyga. Menimcha ayrimlari shu tashqarida archa atrofida kutib olishsa kerak. Bu ham yurtimiz tinchligidan dalolat beradi. Albatta. Demak, siz shu yerda, biz esa ko'chaga chiqaveramiz. Albatta, Nozimjon, markazdan turib men sizlar bilan aloqada bo'lib turaman va shu fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida barchangizga sihat, salomatlik, tinchlik, farovonlik va avvalambor eng asosiysi xavfsiz hayot tilab qolamiz. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, anglaganingizdek tezkor chaqiruv bugun yangicha bir yo'nalishda sizlar bilan diydor ko'rishyapti. Demak, birimiz monitoring va muvofiqlashtirish markazida bo'lsa, ikkinchimiz men doimgidek ko'chada xizmatda bo'laman. Tashkil qilingan shtabda yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari ham faoliyat olib borishyapti. Turizm markazi ko'chalari diqqatiga. Sizlarning hududingizda Nexus rusumli avtotransport vositasi oynalar ochiq holda qoldirilgan. Joyiga chiqib o'rganish olib boramiz, amaliy yordam ko'rsatamiz. Mani tushunganlar aloqaga chiqsin. Tushundik, qabul. Biz belgilangan manzilga yetib keldik va ma'lumotlarga ko'ra aynan mana shu avtomashina oynalari ochiq qoldirilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli fuqaro, yaxshimisiz? Yaxshiman. Toshkent shahar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan telefon qilyapman. Ismim Mirjalol, familiyam Sharif. Hurmatli fuqaro. Nexia 2 rusumli davlat raqam belgisi 01L 725SA avtoulov sizga tegishlimi? Hurmatli fuqaro, zudlik bilan avtoulov oldiga kelishingizni so'rayman. Sababi avtoulovingiz ochiq holatda, kalitlari o'zida qolib ketgan. Bo'ldi, yaxshi. Keling. Assalomu alaykum. Hurmatli fuqaro, inspektor Sharif, yo'l harakat xavfsizligidan yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelayotgan bayramlar bilan. Nima sababdan avtoulovni ochiq holda kalitlarni o'zida qoldirib ketyapsiz? Yodimda chiqdi-da, shu qandaydir bir shoshilgan holatda ichkariga kirib ketibman. Har xil holat bo'lishi mumkin. Har xil insonlar bor. Bayram oldi ortiqcha muammo bo'lmasligi uchun keyingi safar bunaqa holat takrorlanmasin. Kaliti ham o'zida, xohlagan odam kelib haydab harakatlanib ketishi mumkin. Ko'ring, hamma narsa joyida.
Yo'qolgan narsalar yo'qmi? Qimmatbaho narsalar yo'qolmaganmi? Avtolar qirilmaganmi, turtilmaganmi tekshirib oling aka. Joyidami ekan? Tezkor chaqiruv navbatdagi manzillar sari yo'lga otlanadi azizlar. Ko'rishingiz mumkin, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari mana shu yangi yil ayyomini yaxshi o'tkazish uchun xizmatga bel bog'lashgan. Biz esa ayni mana shu qahramonlarni xizmat faoliyatlarini yoritishda davom etamiz. Lochinuch markaz o'tishga, Lochinuch. Lochinuch sohada. Lochinuch Taras Shevchenko ko'chasi 7-dom 2-uy. Tashqi xabar kelib tushgan, zudlik bilan yetib boring. Qabul qildingizmi Lochinuch? Ko'rsatmangiz qabul qilib, harakatni boshladim. Qabul, rahmat. Qayerda qanaqa harakat bo'libdi? Hozir mana Taras Shevchenko ko'chasi 7-domdan tashqi xabar kelib tushdi. Ushbu tashqi xabariga asosan bizlarning tezkor harakatlarimiz guruh zudlik bilan harakat joyiga, voqea joyiga yo'naltirildi. Hozir umumiy vaziyatni nazorat qilib turibmiz. Taras Shevchenko Mirobod tumanidagi. Xuddi shunday. Bizga yaqin joy, demak biz ham voqea joyiga yetib boramiz. Ketdik. Biz belgilangan manzilga Taras Shevchenko ko'chasiga yetib keldik. Holatni o'rganamiz. Siz bosganmidingiz tugmani? Ha, men bosdim. Sababi tashqarida 2-3 odamlar mast holda ozgina janjal ko'tarishganligi sababli biz o'zimizning xodimlarni chaqirish uchun chaqiruv tugmasini bosdik. Yetib kelishdi vaqtida? Da, vaqtida yetib kelishdi. Juda biz kutganimizdan ham tez kelishdi. Holat bo'yicha ma'lumot bersangiz, necha daqiqada yetib keldinglar? Hozir tuman dispetcheri tomonidan Taras Shevchenko 36B da joylashgan Global Coffee'da tashvish xabar kelib tushdi. 21:52 da tushgan bo'lsa, 21:55 da yetib keldik biz. Holat bo'yicha bu yerda ozgina fuqarolar mijozlar tomonidan tortishuv bo'lib qolgan ekan, shuning uchun xavfsizlik ta'minlash maqsadida trevojniy knopkani tashvish xabarini bosgan ekan. Hozir kelib o'rganildi, holat bartaraf qilindi. Endi yangi yil kuni mana bir necha soatdan so'ng yangi yil 2026-yil kirib keladi. Shunda ham xizmatdasizlar. Xizmatdamiz. Tahsinga loyiq, chunki sharafli, mas'uliyatli kasbda faoliyat olib boryapsizlar. Barcha hamyurtlarimizni, oila a'zolari saflashingiz mumkin. Nima deymiz? 2025-yilda erishilmagan niyatlariga 2026-yil yetishib, nima qilib yuraversin, barligiga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxt, sihat salomatlik tilayman har bir fuqarolarga. Rahmat. Hisoblashdik. Yurtimiz tinch bo'lsin hamisha. Hamma uyda to'yona xursandchilik bo'laversin. Hammaga baxt, omad, yangi yil muborak bo'lsin. Biz esa mana shularni tinchligi uchun xizmat olib boraveraylik. Aytganingizdek, biz xalq xizmatida. Javlonib, charchamasdan xizmat qilib yuraveraylik. Azizlar, ko'rishingiz mumkin, navbatdagi holat ham huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ichki ishlar xodimlari qolaversa, qo'riqlash xizmat xodimlari tomonidan bartaraf etildi va fuqarolar tinchligi yana bir marta ta'minlandi. O'zingizni ehtiyot qiling. Demak, huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatining vazifalari bilan tanishamiz. Hozir har bitta o'sha archa tadbiriga inspektor psixologlarni jalb qilishdan maqsadimiz o'sha yerda bolajonlarda o'sha har xil ko'ngilsiz hodisalar bo'lganligida ota-onasini yo'qotib qo'ygan holatlar juda ham ko'p uchraganligi sababli o'sha maxsus joylar ajratilib, adashib qolgan bolajonlarni olib kelganligida ular bilan gaplashib, ota-onasini topishda amaliy yordam berish. Mirobod tumanidagi yangi yil o'tkazish uchun mo'ljallangan joyga yetib keldik va bu yerda qizaloq yo'qolib qolganlik to'g'risida bizga xabar yetib keldi. Shu jarayonni birgalikda o'rganamiz. U yerda bolalar aytdi, shu yerda avtobusda ekan deb. Shundan keldim. Topildimi? Yaxshimi? Ha, mana yaxshi, normal. Bu minnatdorman, rahmat sizlarga. Voy, 2 yerga ketdim topmay. Avtobusda ekan, avtobus turganini ko'rdim-ku, lekin bu yoqqa o'tmadim. Qanaqa topishdi xodimlar? Ratsiya orqali topdik dedi-ku. Ha. Xursandmisiz onajon? Ha, voy xursandman, jonim bolam. Biz o'sha jamoat tartibini saqlayotganimizda bitta bola adashib yurganini ko'rib qoldim va yig'layotganini ko'rib, sekin so'raganimda o'sha opasini yo'qotib qo'yganligi aytdi u qizaloq. Keyin uni ichki ishlar xodimiga olib borib berdim. Ichki ishlar xodimi keyin o'sha opasini topish uchun chora-tadbirlarni ko'rdi. O'z xizmat vazifamizni bajarayotganimizda bizda bu yerda archa tadbirimizda tezkor boshqaruv shtabi tashkillashtirilgan. Kichkina voyaga yetmagan 3 yoshli
fuqaro qizalog'imiz yo'qolib qolgan ekan. Milliy gvardiya xodimlari va ichki ishlar voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan xodimlar bilan hamkorlikda qizalog'ni olib, tezkor boshqaruv shtabi avtobusiga joylashtirib, issiq choylar damlab berib, ota-onasini topib, ota-onasiga topshirdik. Hozirgi vaqtda qizalog'imizni sog'lig'iga hech nima qilmagan, hammasi zo'r, ota-onasi bilan birgalikda uyga ketishgan. Azizlar, Yangi yil ayyomi nishonlanayotgan poytaxtimizdagi asosiy joyda turibmiz va bu yerda xizmat faoliyatini olib borayotgan inspektorlar bilan suhbatlashamiz va aynan shularni bayram tabriklarini ham eshitamiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Ikki og'iz hamyurtlarimizni tabriklashingiz mumkin. Kirib kelayotgan 2026-yilga barcha yurtdoshlarimizga baxt, omad, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Rahmat. Marhamat. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Kirib kelayotgan 2026-yil hammamizga qut baraka olib kelaversin. Bayraminglar bilan. Charchab qolmayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, yaxshi ko'rsizlar. Necha soatdan beri xizmat qilyapsizlar? 8 soatdan beri xizmat qilyapmiz. 8 soatdan beri ikki oyoqda. Ikki oyoqda. Xalq xizmatidamiz. Xalqimizga 2026-yil baxt saodatli olib kelsin, sog' salomat bo'lsin. Charchamayapsizmi? Necha soatdan beri ikki oyoqdasiz? Shu 8 soat 10 soat bo'lib qoldi deychi. 25 ta usha olmagan hozirda 26 ta usha olsa hammaga vaqtidaymiz. Sizni eng katta orzungiz nima? Shu sohaga ketdik, oxirigacha bo'laylik shu sohada. General bo'lish-a? Mana shu niyatingizga erishing. Kayfiyatlar qanaqa aka? A'lo darajada. To'g'ri, sezilyapti lekin. Shunaqa. Archani odam ko'rib xursand bo'ladi-da. Siz ko'rganda nimani tasavvur qilasiz? Bu archani ko'rganda avvalambor osmonimizning tinchligi, ushbu bayram shukuh kayfiyatini a'lo darajada o'tkazishi, shu xizmat qilayotganimiz bu asosiy burchimiz deb bilaman. Ushbu fursatdan foydalanib barcha O'zbekiston xalqini, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimlari nomidan chin yurakdan tabriklayman. Ushbu bayram barchangizga baxt, omad olib kelsin va kelgusi ishlaringizga rivoj tilab qolaman. Sizni ham kelgusi ishlaringizga rivoj, omad, muvaffaqiyat tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi o'tkazing bayramni. Mana shu tabassum yo'qolmasin. Rahmat.